Salam dostlar, sizler bilan men Prizma dostlar. Ancha vaqt bo'ldi ko'rishmadik katta videoda dostlar. Like va obuna bosib qo'ying iltimos. Dostlar, bugun sizlarga mana bu Minecraft'ga skin o'rnatishni o'rgataman. Qani uchun dostlar, mana Play Marketga hozir Play Marketga kirasiz. Kirganingizdan keyin hozir dostlar, hozir. Mana boy skin deysizlar, mana bunday qilib va mana bu birinchi turganni yüklab olasizlar dostlar. Mana shuncha skin bor. Bu yerda meniki mana shu. Mesela hozir sizlarga bitta skin o'rnatib ko'rsataman dostlar. Hozir. Mana buni qilamizmi? Mana buni. Hozirgina ko'raylikchi. Mayli shuni qila qolaylik. Mana kirasiz, bosasiz ustiga. Keyin mana bu download degan yeri bor hozir. Mana shu download yeriga bosasiz. Keyin mana bu yerda mana bu galeriya degan narsani bosasiz ustiga. Keyin reklama bo'ladi. Mana hozir reklama. Keyin mana bunday minus chiqadi. Google'ga kirasiz, Play Marketda va chiqib ketasiz. Va bu yerda hozir X uni bosasiz. Mana yüklandi, yüklandi deb turibdi galeriyaga. Keyin dostlar chiqamiz. Hozir chiqamiz va Minecraftga kiramiz. Mana bu skin degan joyi bor hozir. Mana joyiga bosamiz. Keyin mana browserdan hozir. Mana bu yerda hozir hech nima bo'lmaydi. Shuni bosasiz. Keyin galeriyaga o'tib ketadi. Mana bu yerda skinlar to'plamim bor. Mening mana ko'p skinim bor va mana bu birinchini hozir bizlar yuklab olgandik. Va shuni bu ustiga bosasiz va bu yerda Steve Alex deganni bosasiz. Alex qiz bola, Steve uyga boradi. Mana bosasiz. Bunday qilib kirasiz dostlar. Mana dostlar. Skinga gap beringlar dostlar, ajoyib. Mana ko'rdinglar videoni. Hammaga rahmat dostlar. Hammaga rahmat bo'ldik dostlar. Endi navbat 100 ta bo'ladi dostlar. Undan oldin mayli 60 ta bo'laylik. Video foydali bo'lgan bo'lsa like va obuna bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchaga kalla qo'ying. Hammaga xayr.